$6,5 ming arzoniga Malibu XL topib qo'ydim akalar. Bunaqa narxda menimcha boshqa joydan hech qayerda topa olmasalar kerak. OLX avtoelon Liboy joqtaringlar. Xo'p, XL 23 4 tumsha baloni bor. Kraskasi top-toza, o'ta ham ideal holatda, polniy mana shumka bo'lgan, tomigacha shumka bo'lgan deyishyapti. Tekshirib olasizlar. Ta'mirga ruxsati bor, 6 oychami deyishdi, adashmayotgan bo'lsam. Chexollari matri bo'lib zo'r bo'lib turibdi. Hech qanaqa uringan joyi yo'q, silingan joyi yo'q. Polilari 47 ming probeg. Mashina juda ham zo'r holatda, hozirgi kunda hamma yo'g'i ishlab turibdi, yurib turibdi. Mashina propani bor. Примерно $1000 ga qo'yiladi propan. Mashina tiniq holatda, bemalol kelib ko'rib tekshirib olsalaring bo'ladi. Buni $6,5 ming arzon deyotgan sababi yangisi akalar 419 million ekan, dollarga hisobladim 1300 dan 32 ming qancha ham chiqdi? 32 ming dollar desangiz, buni 26 ming dollar deyishyapti. Mana shu propani, tonirovkasi, baloni hamma yo'q, polilargacha hamma yo'q tayyor mashinani 26 ming deyishyapti. Sizlar uchun gaplashib, oxiri 25,5 ga beramiz deyishdi. Mana kanalimdan keldim desangiz 25,5 ga berib yuborishadi akalar. Mashina lekin yaxshi holatda ekan. Narxiga arziydi. Kommentarga fikrlarini yozib yuboringlar. Menimcha Premierda yo'q, mana nimasi bor bunda. Qaranglar. Kommentarga yozib yuborasizlar mashina. Mashina lekin yaxshi holatda ekan. Malibu XL oqtarga do'st jo'natib qo'ying.